Jam kelimatu tehi. Berani. Şeyden köptü başlayıvereyim. Kulaşım maddi azrak. Ben Facebook görürken o. Assalomu alaykum. Hurmatli muhajiratlik aziz qarindoshlar. Hammalarni shu vaqt xayrli bo'lsin. Meni ismim To'liq Hamid. Shvetsiyadan. Meningki bugun naq maydon qilishimning sababi oldin qitimliq naq maydonninki davomi. Ovozim yaxshi chiqyaptimi qarindoshlar? Ovozim yaxshi chiqqan bo'lsa, tegiga bir ovoz yaxshi bo'tadi deb yozib o'tgan bo'lsanglar, biz bir raqamni yo'llab qo'ysanglar bo'ldi. Menimcha yaxshi chiqayotgan bo'lsa kerak. Qarindoshlar, unda bo'lsa, biz o'zimizniki gapiga qaytib kelaylik. Oldingi naq maydonniki davomi, ya'ni surgun hukumat va 16 yig'ilgan tashkilotlar ichidagi munbardan 16 tashkilotniki chiqib ketishi menga hech qanday javob kelinmadi dedi. Bo'pti, men o'zim naq maydonni qilaveray. Birinchisi muqaddima. Ya'ni bir tashkilotga yoki bir shaxsga cho'qinmaymiz. Sharq Turkiston mustaqillik uchun, Sharq Turkiston davlat uchun cho'qinamiz. Bu G'ulom Osmonbekning gapi. Bir tashkilotga yoki bir hukumatga yoki bir shaxsga cho'qinmaymiz. Sharq Turkiston mustaqillik kurish uchun harakat qilamiz va Sharq Turkiston zaminninki qaytirib kelinishi uchun bizningki faqat qiblagohimiz shu yer bo'ladi. Bu G'ulom Osmon efendimninki gapi. Xo'sh, unda bo'lsa kelayli. Men hozirgacha mushukamga kelib, texi surgunda hukumatninki ustidan bir yerda hech qanday bir fitna yoki bir bularga qarshi hech qanday bir gap qilib baxmadim. Ham insonlarninkimi shu, odamlarninkimi shu, hech qanday gap qilib baxmadim. Endi yaqinda meningki surgunda hukumat qarshi ovozim chiqdi. Buning sababi o'zinglar bilasizlar, Amerikaninki hukumatidan Solih Xudoyorga tashkilotlaring, mustaqillikni xohlaydigan tashkilotlaring imzo etkasin, bizga imzoringni atkel dedi. Degandan keyin anandan keyin G'ulom Osmon chiqib bag kelinglar, kimning kimligini sinaydigan vaqt keldi dedi. Xo'sh, buningga munofiqlar qurultaydan va ularning qo'llovchilardan boshqa tashkilotlarniki hammasi otdi. Atqandan keyin bu yerda munbar shakllandi. Munbar shakllangandan keyin o'rtaliqdagi jidal majralarni men demasam, o'zinglar to'g'ri ko'rdinglar. Men o Dilyar Musabay Amerikaga borgan chog'da nimaga ko'rishmadi, nima qildi, uni eslab qiziqmayman bo'ldi. Tugidi uni eslab desakmi yana shu. Lekin munbarda eng oxirida yaqinda 16 tashkilotdan munbarda 25 tashkilot bormi? 25 tashkilotdan 16 tashkilot chiqib ketdi. Ham bayonotini e'lon qildi. Buning keyindan surgun hukumatmi o'zininki bayonotini e'lon qildi. Endi u bayonotninki yozilishi nihoyatda saviya yo'q. Endi uning hech qanday bir chiqib odam gap qaytug'idek nima da yo'q. Endi xo'sh, anglasam, o 16 tashkilotninki poqi bormish. Xo'sh. Poqi bo'lsa, unda bo'lsa nima deb xalqni chaqirsizlar? Nima deb xalqni imzo etishga chaqirsizlar? Chaqirgandan keyin, ya bo'lmasa Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun imzoringni ber. Sen bilan biz hukumatninki nimasidan mangmaymiz. Sen bilan biz mangmaymiz, lekin ma ishga imzoringni ber. Keyin sen o'zingning yo'lini davom qilib ketaver deb, nimashki samimiyat bildirmay, voy munbar quramiz, xalqaroga alternativ oldi chiqamiz, o bu dedinglar. Xo'sh. Yaqinda Nuri Tulkining satchiliklar chiqdi. Asli munbar shakldan chiroyli buning
Şu 2018'lerde çıkıp nurgun kızlarınki ve nurgun töküp etken avazlar battı. Avazdan çıkıp koygan insanlar battı. Yok bir jidallar bo'ldi, şu avazlarni asli bo'lsa munbardagilarga dillarga ta'minlab berib, nurini patriotchilar kerakdi. Bu o'tib ketdi. Parijda olimpik musobaqasi o'tkazgan chaqda buni jidal majra bilan hech qandaq bir ish bo'linmadi. Tibatlar ko'dinglar. Ko'chadagi tomlarga esavatdi. Tibatdan chiqib ket, Tibat mustaqilligi, Tibat freedom deb es. Buni mi qachodinglar? Xo'sh. Onundakin 11 ayda oldin chiqiblam 16 tashkilotga vakolatdan Dilyar Musaboy tayyorlaganlarni qilinglar. Biz berib qatnashib Washington xatnomasini e'lon qilaylik desa, olib ko'rsam chaqib efendim sizlar bilan paranglashib qilyapmiz. Qilyapsa, ammo xalqninki xotin bolasi va xizmati va vaqt elish kerak, ish elish kerak. Uningdan keyin uni qilib bo'lgandan keyin ayaga berish kerak. Maqsadan u yaqin keltirmaslik. O yaqin keltirmaydigan odam, haqqa ishonmaydigan odam, qara, haqninki tatilsang, sening ishingdan chiqadi. Tatilab chiqarib berdik-ku, yana chiqarib bersang, yana chiqarib beramiz. Qaysi bir hukumatning ichida xoin yo'q? Qaysi bir hukumatning ichida dunyodagi qaysi bir hukumatning ichida jasos yo'q? Sizlarning hukumatinglarning ichidagi odamlar shunchalik pokizmi? Shunchalik po'qi yo'qmi? Amerika hukumatining ichida Amerikaning texnologiyalarini setib etgan Xitoyga tozalash operatori FBI-ni tutyapti. Xitoyning ichidagi Amerikaga setilgan, G'arbga setilganlarni Xi Jinping tutadi. Erdo'g'an tutadi, tozalash ep beryapti. Qaysi hukumatning ichida xoin, jasus, munofiq yo'q? Siyosat qilishni bilgan bo'lsanglarki, siyosatdagi besh chambarni sizab, eng markazida o'zinglar turib, qag'aldirga boshqalarni yuqtirib, xoin jasuslarga yog'a uchirtaq tetib, yemlab turib, o'zinglarni ishni qilib ketaversanglar bo'ladi. Ham 100% sizlarning qanday 100% men bilmadim. Meningcha Qur'ondan boshqa hech qanday narsa 100% emas bu yerda. Ondan keyin meni hujum qilib ketdi, o bu debsizlar. Voy anda qilib ketdi, munda qilib ketdi, o bu. Voy Xitoy ayg'oqchilari undaq. Qarindoshlarim, men sizlarga hujum qilmadim. Mening achchig'im kelib, ba'zi gaplarim o'tib ketgan bo'lishi mumkin, lekin bir munofiqlar qurultaydigilar indigenous people qilib qo'yib, bir tarixiy jinoyat o'tkazgan bo'lsa, sizlar men munbarni buzib etib, bir tarixiy jinoyat ya bir tarixiy xatolik o'tkazdinglar. Buning kelgusida ziynini ko'ramdik, yana bilmayman. Men yana 16 tashkilotni men yana kuzataman. Ularning bu ichidan problem chiqsa, ularning qarshisiga chiqib gap qilaman. Chunki men beshida chiqqan chaqda men ashundaq o'rgangan. Menga o'rgatgandan ashundaq o'rgatgan. Men podaq ko'tarmayman birinchidan. Men podaq ko'targan bo'lsam, Nijat Turg'unga Abdukim Idris telefon qilib, "Voy Dilshodning Nasriddin Ro'shan bilan biz taning baharlansak, o'sha kelsak, to'liq fikrimizni inimizga olsak, Ro'shan bilan hadisni izlagan bo'lsa, biladigansa, men ketgan bo'lardim mashlarning yo'qa. Men hozirgacha mustahkam maydonda turib baqdim. Texi hech qanday bir yerga ketganim yo'q. Men to'g'ri yozaman, rais deb yozaman Dilyarni. Raislik qiyofatni ko'rgandan keyin, raislik iqtidorni ko'rgandan keyin rais deb yozadigan gap. Men lekin Dilyar Musaboyning tashkilotiga kirmadim. Hatto surgun hukumatga menga taklif qilgan nurg'un odamlar bo'ldi. Kirgin, sen mishada nima qilasan, undaq dedi. Lekin men kirmadim. Xoin jasus munofiq bo'lgansa, sening tashkilotingning ichiga kirib, nima bo'layotganini sen podog'ingni ko'targan bo'lib, sen xo'shamat qilib, sen biladi, ashning uchun tirishdi. Biz seninki xatoligingni ko'rsatdik. Qabul qilish, qilmaslik sening ishing. O meni qandaq akkaunt bilan tillig'iz yoki nima devatgan, mening xiyolimga kirib chiqmaydi. Men chiqib havoga mushbashvotirga odam emas. Men odamning kimligi bilan gaplashmayman. Kimligi yo'q odam bilan gaplashmayman. Voy, balobatar tillaversin. Qitib ota-onamdan tortib, shu momamning rasmlarini avat beraylik, qanjig'lagan. Shuningdan tortib avat beray. Yaxshi qilmadinglar, lekin buning to'g'ri javobini bermadinglar. Agar sizlarningki to'g'ri bir ishinglar bo'lgan bo'lsa, nima deb sizlar bayonot bergan chaqda sizlar bilan qilib qolgan 7 tashkilot, ya'ni Sayfulloh Hojimning o'zining bir kishi tashkiloti, Solih Xudoyevning Milliy Uyg'unish, ya'ni Alijon degan uning bir tuqqunning tashkiloti, shirkatlarda hamda hukumatning boshqa shirkatlarda ishlagan-ku. Sizlarningki nima shirkatlar deb turay. Qolganlaringlar Fransiya Uyg'ur birligi, Cumhuriyetchilar partiyasi, Shvetsiya Uyg'ur birligi nima deb sizlarni qo'llab imzo atmadi? Chunki sizlarning ichinglardagi xatolikni bildi, buzib atdinglar.
Buzivatdinglar, rost buzivatdinglar. Bu qitim ig'ir xatolik o'tkazinglar sizlar. Rost buzivatdinglar. E'tirof qilishinglar kerak. Unda qadam G'ulom Osmonbek siz nima qilmasligingiz kerak? Abshukur samsaqqa men qiyirib qopdimi? Yana unda bo'lib qopdimi? Men buzib qo'yibdimi? Bo'ldi, men pensiya chiqadim, jim o'tirsam degan odam yana o'ykini bir mont yozmaysiz. O yozmangizni men o'qimayman. 3-chi qo'rini o'qib, 5-chi harakat yana shu desangiz, yana shu o'zingizning gapini ham yo'g'irtiradigan odam ekansiz. Xo'sh, biz Sayfulla hojimninki tatay bilan sekularda o'tirgan qizni Xitoyning odami demadik. Yoki sening oilangdan boshqa ish bo'pti, xalqning boshqa bo'ladi, o'tirib qoladi, bolaning nikohi shu qoldi, muhabbat shu qoldi. Xalqni bunda xoin jasus dema, mana o'zingim kelib qoladi-ki, kupurlikni oz qil, sajdaga 5 qitimni uradigan odam. Ay, munbarning ichiga kirib cho'p-cho'ng odam, chaqirib dada bola ishking degan sarang qilib etishdan munbardikilar. Yo'qmi? Uningki nim buzilganligini biz qilmadik desang, ochiq ekran och, chiq Dilyaning qarshiga. Sana bizning hukumatning ichida nima xatolik bor ekan, nima masala bor ekan, sana ko'rsatib berdi ashni. Bo'lmasa o BDT'ninki 73-moddasidagi indigenaslar bilmaydi deb o'ylayman men hamda. U yerda bilido, munofiqlar qurultaydi kerak, u yerda yurib pul elayotdi deb o'ylamayman. Ammo pulning kelayotgani bo'lsa-da, bu yo'q bo'lsa yo'q, ammido. Sen qo'ng'an urib topding-da. Aningdagi pag'inni paranglashimiz. Biz pul olmadik deb beshingni yukirib olib, men so'ragan savoldan qochmay, savolning o'ziga kel. Yozmadingkini o yo'q o savolning javobi. 16 tashkilot nima uchun chiqib ketdi? Nima uchun bo'ldi? Kim savallik o'tkazdi? Kim qanday qildi? Mas savolning javobini ber. Bo'pti, o tag'diki, bag'diki ishlaringni men demay. Menga kelgan uchurda, menga kelganda men senga deb beray. Sizlarga, G'ulom Osmon afandim, menga birsi Hidoyatullahninki xotin bolasini qattiq tilib etgan vaqtimda Nejat Turg'un afandim tamoqlarga chaqirdi, bo'ysundiramidi, mishadiki Ahmadjon Tursun afam ma'rifning jiq kuchida hech nima qilolmadi. Butun dunyodan bo'ysundiramidi. Lekin sizning uzun yillik sabdishingiz, ya'ni O'rta Osiyodagi Nurmamat ism atilishi Fida, ilaqi ishtikisido deydiganman. Siz Osimkam shu O'rta Osiyoga sabdishingiz menga telefon qilibdi. Ukam, xapolmay bir nim qilib qo'ygamsan, burun mangan bo'lsa, buningdan keyin mangsak bo'ladi. Deganda, voy bu qanday gap bo'lib ketdi, o bu desam, ba'zi bir ishlar mushtaq bir bo'lib qoladi ekan, de mening gapimni anglaysan-ku, bizmi hukumatda turib adam bo'lgandan keyin san gap qilgan ekan, bo'ladi deb men hech kimdan kechirim so'rab baxmadim. O'g'lim, sizlarning hukumatning odamining obro'yini berib, sizlarni hukumat deganligim uchun, sizlarni to'niganligim uchun shu sizlarning shuning ichidagi bir odamning gapini olib, g'ururimni qarab qo'yib turib, Hidoyatulloh o'zgan xotin balang ko'ngliga olmasin dedim. Lekin naq kechirimni so'ramadim. Suvab o'tib ketdim. Tushundingmi? Uningdan keyin men bu ishni tatalashga boshladim. Tatalagandan keyin u yerdan bu yerda men nurg'un uchurlar keldi. Voy, bular Osim degan ism bilan yurgan, bularni yetigidan Mamtimin Hazrat o'ynaydi, bular birlashtirmaydi, u bu degandan keyin men faqat o'zimning chiqib ko'z qarashimni dedim. Uningga javob beramlar, bermamlar, u o'zlarining ishi. O qanga kim kirdi? U yerda O'rta Osiyoda men yo'q. Bu da'voning ichida men yo'q. Meni Dilshod Rais qo'yib aldab qilgan chaqda men Zumrat adash telefon qilib mushta ish bo'ldim degancha yozdi kelgan. Kelib voyfkam bir moncha narsalar borki, WhatsApp'imizdan nim qilibdi. Chiqing oldiga dedi, chiqdim. O'ygandik, biz uygandik. Ammo chiroyli gapni sizlarga ayrimxonda qildim. Qarg'it qilyaptilar gapning yerimini anglab. Ablat Nurajim ministr bo'lganiga xat yozib qo'ydi. Burunqidek tug'liq balam yo'q. Bu mayli, uning balamdamda, kalamdamda mening ishim yo'q. O'zinglar endi nima chaqlaysizlar bu bilmadim. Shunda chiroyli gaplarni oqsatda yolurmagan Qurbonjon Yesamiddin, Abdushukur Samsaq, Farhad Abduvali, Mamtimin A'la hech kim qolmadi. Eng oxirida oldiga chiqishga majbur bo'ldik. Aningdagi silimi haqniki uning buningkin tatilgan bo'lgankin kitoblarni bizmi sizninkini tatiladik. Haqninkin tatilsanglar o'zingiznikimi chiqib qoladi, uningga amal yo'q. Shuning bilan ma tashkilotning buzilganiga menga bir javob beringlar deysizlar. Bir programma ochgan odam objekt holda gap qilasizlar. O'zinglarning programmalarga qarab qachonli qarsanglar mediaringlarda chiqib qo'ngchaqsizlar. Dilyarning taraf 16 tashkilotdan keyin qurib chiqqan Talas to'rininki media
Dilyar boshchiligidagi birasininki chiqib sizlarga qaratib nashtirni sanjig'inni yoki birasininki sizlarga zahrni tiqib olganini ko'midinglar. Shundaqku? Faqatlam xalqni uyg'otish uchun xizmat qilyotidi. Ketgan xatoliklar bo'lsa, xat yozib, yo bo'lmasa Facebook chaplab, manchinchi yerda manda gap ketib qopti. Manda bo'lishga deb fikr bersanglar, xalq qabul qiladi. Sizlar qabul qilmaysizlar. Tushundinglarmi? Ben sizlarninki xotin balanglarning rasmini topaman desam, vijdonimni tepib, to'y qilmabdi, jiqlaringlarning qizlari yog'liq chegidiki, tillayman, chaplayman, u mangimisa bunday qilsa, mensan to'yitma desam, u og'irib yetib qolasizlar. Men o ishni qilmayman. Men bir narsani tushundimki, bu yerda sizlar yo tushunmamsizlar, yo ta'tirlik bormi, yo o'zimnikini rostlamsizlar, yo do'tlikning o'zi bir ashtaq bo'lamdi, ashundaq. Bu masala bu. Tushundinglarmi? Men surgun dokumentga Zümrət xanım kelgan chaqda qizi materiallarni ta'minlab bergan chaqda men Shvetsiya bexatarlik idorasiga kirib, o chaqda dilyarlar menayotgan chaqda tonimayman. Jiroqdan tanishimiz bilmayman. O chaqda 16 munbar bo'lmagan. Men surgun dokumentning butun materiallarini berganman. Men Shvetsiya byurokratlari bilan ko'rishib, Nijat Turg'unboy va boshqa muhim odamlar bilan ko'rishib, qilgan chaqda men Dunyo Uyg'ur qurultiyining ismini olmagan shu chaqda. Sizlarning isminglarni olgan. Hozirgacha sizlarga qarshi chiqmadim. Men faqat bo'layotgan narsani dedim, buzilib ketibdi. Nimishki buzilib ketdi? Javob beramsizlar, bermamsizlar, tashbaqligim sizlar chiqamsizlar, o'zinglarning ishi. Oy, qara kodlari, oy, tillamsizlar, yozamsizlar, meniki hech qanday bir psixikamga chiqib, men dedim, qo'y, jiq cheniqqan o tillangni momamninkidan, dadamninkidan, ay, adamning rasmini avatib beray, bo'z, ashninkini mo, bo'z kerak o'z, monchiga tushib video qilib beray, ashnimi chiqarib qo'yinglar. Xayolimga bir patman kirib chiqsa. Ama meyada bo'layotgan ochiq haqiqat shuki, ma ish buzilib ketdi, yaxshi bo'lmadi. Bu ishning buzilib ketgandan men xafa. Shu masala. Ish qachon hech kim texi qurultayning nima sizlarninki qarshingizga chiqib bir ishni chiqib sizlarni ve xoin munofiq yoki undaq mundaq demedim. Seningmi ishingni masalang borkan-ku dedim. Seningmi ishingni masalang borka, sen elgak deydi-ki jingniga. Seni qo'ng'ang to'shib deydi-ki, ammo elgak o'zining qo'ng'ining qanchalik to'shikligini bilmaydi-ki. Mushundaq ekanda, elgak untasqaydigan deydi-ki jingniga, seni qo'ng'ang to'shik deydi-ki. U elgak o'zining qo'ng'ining to'shikligini hisoblamaydi-ki. Ya bu qanday bo'lib ketdi bu? Men tushunmadim buni. Ben nima uchun aralashmayman? Sen kim o? Sen nima uchun aralashsan? Deganlarga nima deb bunda o'zi mening ismimni chiqarib mamtiminala surgun hukumatlikka tug'liq inimiz, Dilyar Musafa inimiz jiq kuchigan bo'lganligi, buzilib ketgan bo'lganligi aralish huquqim bor. Men bu xalqning ichidagi bir tal xalq, mening aralish haqqim bor. Men bu turmada ota-onasi zulm chekayotgan odamning bir farzandi. Nima deb aralashmayman, nima deb haqqim yo'q meniki? Nima deb fikr erkinligimni bo'g'isa meniki? O'zinglar chiqib, voy men qanday tillanib ketganimni bilmayman, shunchalik tillanib ketdim deydi ekansizlar. Yo'q, men chiqib savol so'rasam, menimi tillab qo'yishinglar va qiziydi ekansizlar. Bu qanday mantiqa bu? Ya bunda bo'lamdi ishning yo'limishda bo'lamdi. Kim sizlarni chiqib bir vaqtida bir qaytim tillab vaqti? Tilladimmi men haqiqatan chiqib? Kang qo'rsoq bo'lishni o'rganinglar. Ko'nglinglarni kang tutinglar, shuningda dunyo go'zal ko'rindi. Ko'nglinglarni bek tor tutib, hasad nadomatning ichida yashamanglar. Hech kim solih xudoylardan huquq talashmadi, hech kim o'rninglardan talashmadi, hech kim u topgan to'shikdan olgan pulinglarni talashmadi. Ishni qilinglar dedim. Birlashinglar, chiqinglar u bu dedik. Buzilib ketgan bo'lganligi javob bermaganki, nimaga javob bermaylar deb so'rash haqqim bor meningki. So'ramaydigan haqqim yo'q. Bo'lsa, so'ramayman, kirmaydigan ishim bo'lsa. Mening ojizligimni tutma yoki meningki bir narsamni tutma desanglar, men ayni vaqtida chaqagan men burnimga o'lgidek yap, munofiqlar qurultayga Dilshod munofiqdan ishdan olisdan. Men chaqirib, ichim qonimni amin to'kib berdim. Keldi, qo'lladi. Hech qachon xafaligim yo'q, hech qachon nimam yo'q. Lekin men butun narsalarni, hamma narsalardan bergandan so'ng mening mediaga chiqqan narsalarimlar botdi. Sizlarga men savolni yozdi qo'yganligim uchun xalqaroliq xalqaroliq fuqarolik soti bo'lgan chaqda meni chaqirmadinglar. Buningga bir achchig'im bor. Chunki ishinglarning eskiliginglardan chaqirmadinglar.
Mening dadam qaysi kun deb beray. Adam ko'rishni iltimos qilibdi, ko'rishibdi. Ikki qo'ltiqidan ikki saqchi opiribdi. Qergitdi deydi. Shuni adam dada oyoq-miyoq men faqa debdi. Mening qo'limda materiallar batdi. Mening ovozli isbotlarim batdi. Media bergan isbotlarim batdi. Ashlarni ilib parlament oldi tuğanga chiqqan bo'lsa vaqt chiqib bo'ladi. Abdurim G'iyni qanchalik tudi? Mendan burun tudi. Eng oxirida ash sotga kirgan chaqda Xitoy hukumatı videolarini ko'rsatib avatib berdi. Mening bir chaqagan bo'lsanglar, men bu bir shu dadamni ko'rib ola bo'g'aydim yoki tartib avatdi. Demak, sotga kirdi. Sayragul nima kirmadi o'qimayman. Achchig'im bor. Bu achchig'im nima uchun? Men bu achchig'imni sizlardan bu shaxsiy ish uchun emas. Bu yalnız mening uchun bo'lgan ish emas. Mening uchun bo'lgan bo'lsa men demaydim buni. Achchig'im bor. Aşını ben sizlerge yazdım, uçtan aldı da sizlerge ben sual koygan. Dilyarlar ulan davatı, mandavatı da beşinlan arkadaşka ben yakmadım. Ben hain, casus, münafık, şpiyon bulurgan bolsam, beni Abdüşkür sapsak en mühim yerlerge apırma dedi Amerika'nınki. Görüştürme dedi. Ben yak dedim. Ben teşkilat ezası emez. Ben bağmayım dedim. Çünkü üyege siz teşkilatlanışlık adamlar öyle varken siz ben kılmayım lekin aşağı kıp kalsam menden gumanlık kılışını kalamayım deyip ben bağmadım. Ama biz medyalarda, Şivisiye'de, Abdüşkür Samsak efendim bilen nurgun medyalarda, nurgun kitaplarını yazılgan, okuş bitirgan, Uppsala Üniversitemiz, YouTube Üniversitemiz. Aşağıны kılan çağda, ben sizlerinin ismanlarını atadım. Birden bir dava kılıvatkan sürgün hükümet dep. Yağan bolsa sorap yakınlar. Hücumlar uçurdum. Tayak yedim. Kaş kapıgım köp gitti. Ağız burullarım yerlik gitti. Uyumni ijaraga berib etib, boshqa yerda turdi. Meni uy tumavatdi deb hozir bir jidalga tiqib qo'ydi. Hukumatning uyingni cho'qim satsa, qonunsiz ijobiy. Buni Shimoliy Yevropa ittifoqlarimiz biladi. Beshimda o't kuyayotdi. Men bu ishlarga aralashishni xohlamayman. Lekin beshimda o't kuyayotdi. Badal to'limidan sen nima ish qilganding? Medialarda so'zlayapmiz. Virus vaqtida maska sotganlar pulni tepagandek, shu dam 2018-2017 chiqmabdi menga men u o'zimning to'qiqiliqidan. Çıqqan bolsam balkim chiqib ketaveraydi kesilmasdan oldida. Bo'pti, uni qo'yishda qildinglar. Men Sayfullo Ajimxim deb qo'ygan ayni vaqtda mening ishimni bir unutib qolmasa deb birlik etim dedim, ko'zga kirib olmadim. Ershad Ibrohimni sizlardan bir savol so'rab qo'yganga chiqib tillab ketdinglar. Xitoyning ayg'oqchisidan selib uyoq-buyoq qilib, shu Turkiyada Ershad Ibrohimni tutish jarayonida bir tal bayonot e'lon qilib qo'ymadinglar. Bu sizlarga qarshi tutgan odamga nimanchalar o'shmanlik qilib ketisizlar. Bir narsa yozg'ini bo'lmamda. Munofiqlar qurultaydilar ular o'xshash chiqyapsizlar-ku. Ularni tili tatdi-ku bizni. Sizlarni tili tatyapsizlar-ku. Ajab shu zamonlarda og'iz yomonlikni, axloqsizlikni ta'kidlab ekansizlar. Endi ajab poqni o'siriqlar yapma deydi ekansizlar. Tamam, uni mayli nima desanglar, u xiyolim kirib chiqmaydi. Mening davatqinim o'xshashliklar. Aşı Ershad Ibrohimnikidan bir tanasi qilib qo'ymadinglar. Anga xida Hidoyatulloh O'g'uzxon qildi-ku. Aşı bal ketib qolganmiz. Nima bo'ladi sizlar ishinglarga ochiq kelib, ashuna bitta yozib qo'ygan narsa uchun. Ya u balig'i u. Qandaylan bu balig'i u. Ashuning uchun bir tanasi qilib qo'ymadinglar. Voy, mushni shu qilgan 16 tashkilot va Hidoyatulloh O'g'uzxon. Shuning uchun Ershadning Turkiyaga qaytarganligi uchun, ma masalada Hidoyatulloh O'g'uzxon kuch chiqarganligi uchun men haqiqatan bu qitim Hidoyatulloh O'g'uzxonniki xotin bolalardan samimiylik bilan kechirim so'rayman. Oldin qitim qilgan xatoligimni kechiringlar. Ershad inimizni qutuldirib qolganligim. Shular qildi-ku. Mayli unda yeb ketdi, ichib ketdi, u o'zining ishi. Yeb ketamda, ichib ketamda, Turkiyalik xalqlar ma'lummaganiga qo'yilmaganiga turish kerak o'rindan. Shuni qildi-ku ashadam. Sizlar qilmadinglar-ku. Unda qilmanglar. Unda qilmanglar. Biza kallanglarni ilib, ustalning ustiga qo'yib o'tirib o'ylab beqinglar. Mendan qanchalik ketyapti? Mendan nima qo'yib, bosva-ku, mening butun narsalarimni men rozi. Men rozi. Ovozlarimni qo'yib, kesib, rasmlarimni choplab, Zumratda 2,5 yillik ovozim bor. Hammani men qonunliq bo'ldi berib, chiqarib, choplab, ashning ichida mening jinoyatim bor degan yerlarim bor. Bunda qilib qo'ygandim desa, voy, yo'q, bu degan sizning majburlik qitingizdan
Beşinizden qiyib qolganligi o'zingizning isbotlab ekan dedi. Bu ashnini berib, sotqi berib, ashning bilan qilib, ananiki men ashning bilan kalamulloh bo'lib, ya uning bilan bijnimi bo'lib, anandikin uydagilarni Xitoy shu yo'lga sepleversin. Adamning 6 oylik yangi tug'ilgan bolasimi Xitoyning lageriga ketsin, unimi ketsin, vayronli bo'laydi. Mushu kerak emas sizlarga. Men aqaysinglarga hech qanday yomonlik qilmadim. Men hammanglarning oldiga chiqishdan burun chiroyli sizlardan nima qildim? Hammanglarga yalvarib chiqdim. G'olam apandim, signalni ichib beqing, sizga qanchalik gap qilib etdim men. Qanchalik yalvarib etdim. Biz Sayfullo hojimning qizining sekalar tug'anligini Xitoyning odami dedikmi? Choplab, rasmlar degan yezib, uni buni qildikmi? Men faqat chiqadim o'zim, boshqalar qildimi? Sizlarninki voysa anda olib ketsa, manda olib ketsa, Xitoyninki u bu dedikmi? Sen qanday bağandın, mücahit topşurib, vatanga, seninga tuqqanlaring milliarderga, boshqa bolalar 30 million dollar chiqqanlar o'lab ketibdi. Sening ajab yeshdan bo'lmabdi-ku, sen munda deb so'radik biz. Javob bersang, mana, javob bermasang mening amalim yo'q seni u majburlaydiganga. Mening savol qo'yish huquqim bor. Uni qara kodladi, o meni tillig'izib, vatiqanni chiqarib versang, mening xiyolimga ketmaydi. Men shu insonning kim o'zi kimni bilan chiqsa, Yevropaning ichida bo'lsa, nada bo'lsa, 12 oyda yo 11 oyda Abdurahmon Asining bilan Abdug'ani bilan qanday hisob kitobat qilganimni, kim Xitoyning odami ash manqart yozganlarni topqanim, men topqizim ashninga. Shu berdi javobini. Jidal chiqdi, saqchi keldi, shu berdi. Bundan narsaga xotim berish kerak. Tushundinglarmi? Mening nima deyotgan bo'lganligimni tushundinglarmi sizlar hozir? Ya tushunmadinglarmi? Meningmi endi sizlarga boshqa o'zimni uportadigan vaqtim yo'q. Men birsiga aytdim, muhabbatlashsam, ayrilib ketsam, mening eng go'zal tarafimni o'ylab unutib ketmam, sening eng go'zal tarafingni unutib ketaydi. Sizlarmi meningki eng go'zal tarafimni burun qarshi mardonlik holatim bilan shunda bo'ladi. Biz bu xato ekan buniki desanglar o'zinglarning ishi. Hainga desanglar o'zinglarning ishi. Insonning og'zini quvog'ini olmaydi. Xo'sh qilinglar, tillanglar. Dünya Uyg'ur qurultayini xo'sh qilinglar. Nimani, ammo tillash uslubini sal o'zgartinglar. Munofiqlar qurultayiga o'xshash chiqib qopti, boshqacha yangicha shaklda tillab o'zinglar. O 5 yil ashunda qo'xtazlaysa, u qilsa, bu qilsa deb shu kim topqanti shu mesharikilar tepib boshqalarga deb shu nimalarni birinchi kim degan teliq munofiqlar qurultayiga muattarning dadisi Abdurashid deganti. Qilinglar. Başqacha usul tanlanglar, o'xshash chiqib qolsin, bu kuyning ko'zimga o'xshash ko'rinib qolsin. Bo'lmasa men sizlarni samimiyatli insonlar degan odam azoblanadi ekanman. Başqacha yangilik usul tanlanglar. O'ttirib o'tinglar tillab. Ozliq qapti dadamningmi? Mishinchiliklar. Buvamningmi ko'zi ochiq. O chiqib ketdi, dadam bir kun qo'yib berdi. Momamning mashindaq bo'ldi. Tuqqanlar vayron o'tib ketdi. Faqat mening chiqib qolganimga men bu Uyg'ur xalqininki nimishga xoinlikni, nimishga dasturxonni tanlaydiganini men endi tushundim. Chunki haqiqat pek ochiqga bu yo'l bormoq pek tasga. Shuning nurg'un odam qiyib ketib qoladi ekan. Shuningga bizdan munofiq chiqadi ekan, sotqinchiq chiqadi ekan. Lekin men sizlarni hech qanday xil sotmoqmadim. Sizlarning ichinglarga bir yog'aladim, bir dаңlıq bir saqolchilik ichinglarga kirib o'rnamidim hukumatning ichidan yo bir sizlarninkini bizim qilmadim. Qazninglarni yeyotgan tamoqinglarni chiqib etmadim. Yo bir ayrimxon desam bunday yedim pul elib ketsa menga mazroq berimiz chiqib unday ishlashni qilmadim. Men kerak emas o'zimning yetib qo'shadi. Xudoga shukr. Ikki qo'limga tayyor yashayotmay o'ylab qolmadim. Menga mayli bo'pti. Bo'pti xalqaro haq adolat sotiga men chaqirmasanglarmi mayli bo'pti. Agar chaqirgan bo'lsanglarmi hech bo'lmagancha meningmi bir dadamni bir ko'zitib qo'yavqo'ydi. Bo'pti, ashishdi. Qanday qildinglar? Ershadninkinimi ashunda qildinglar. Buningdan keyin boshqa insonlarning ashta chiqsa ashta qilamizlar. O'kinki o'zinglarning bir nimalarni qarab yiqinglar, bir saviya degan narsa bo'lsa, yaxshi bo'ladi. O 16 tashkilot sizlarga imzoni berganiki albatta ular Xitoyning odami emas. Balkim bo'lishi mumkindir ichida ma'lum bir maqsadlar bilan kirgandi.
Uni sen Dilyar bilan maslahatlashib, siyosatdagi besh chambarak chambarakni sizib, ichiga oladigan yerga olsa, olmaydigan odam teshib chiqarib, chambarakni bunda mangasa, uni manganmasang, mendan ko'ramsan, men chiqib sendan savol so'rasam, dash. Bo'lsa shu nimaning ichigacha Xitoy turmusining ichigacha yassun tillig'inglar, jagacha kirg'iz tillig'iz o'tirib yetinglar. Qo'linglardan kelgandan keyin hammani qilinglar. Endi men haqda meningki ovozim batdi. Haqqi mamada to'kib qo'ygandim deb ichimga ep yuramdim. Yo'q, men u Dilshod Raishga tutqizmagan odam. Boshqa odamga tutqizmayman. Mayli meni chiqib sharmanda qilaversin, sen munda degan men hech qanday munofiqlik, xoinlik qilmadim, men hech qanday taraf o'tib ketgan yerim yo'q. Mening endi haqda ovozim batdi deb men qo'rqib so'zmasligim kerakmi? Men o chaqda bu mardonlikni shularda o'rgangan odam endi qo'pib men jimmidi beshimni tashbaqqa gumpusini ichiga tiqib turib olsam, ya bu xalq vatanning shu tugab ketib bordi-ku. Men u haqqa o'xshash qilgandimi? Haqning ayvitini qilib bergandimi? Voy ishqanim to'kib bergandimi? Kesib mazoq qilib o'ynanglar. Hech qo'rqib ketirgan ish yo'q. U ozli qapti 70 yoshga kiribdi. İki qo'ltiqidan tunugimmi o'lishgan paranglashdan ikki tata ochiqibdi. Qerib ketdi. Ayaq men paqa debdiki, menibdiki, nimqilma yaxshib ketdi dada u bu deb qilib qo'yibdi. Bizmi qo'limizdan kelganini qildik. O parlamentning oldida turganga, media turganga emaski, ashunda xalqaroliq, ashunda bir sotlarga birinin bo'lgan chaqda aningdikin andaq Abdurimniki ko'z qo'ydi. Mening aybim emas, u ochiqqanligim, mening yo'qolib ketganim emas. Men olib ko'rsam saqapanini endi turyapman. Gapimni to'g'riliqcha qabul qilsanglar, ana, to'g'riliqcha qabul qilmasanglarmi, mana. Mangmasanglar, anglar, oxirgi taklifim. Bir-birsinglarga zitinglarni tiqmanglar. Ayrildinglarmi, ishqinglar ayrim yo'lda menglar. Agar rost niyatinglar mustaqillik bo'lsa, o chaqda bir yerda tutishlar, bir nuqtada kesishib o'tishlar. Tushundinglarmi? O'zingni bilmagan BDTning 73 moddasida munofiqlarga ashni qitpaslam ashar yurvatsanglar, xalqqa bilmaydigan manbalarni avatsanglar, o 6-manbani avatibsizlar, 6-manbani atsam Google chiqyapti. Oshunda oldisanglar bo'lamda. Oshunda yog'in gaplarni qilsanglar bo'lamdi, xalqning ayta obrazlarini to'ksanglar bo'lamdi. Tamam, men o tomar sanmasniki birlik qaytim so'zlim, ikkinchi qaytim so'zlamayman, kirmayman xalqniki. Men chunki videoni ko'rdim, isbotni ko'rdim, kimning kim ekanligini. Ashag bo'lgan chaqda misol Xudoyer mikrofonni tomarisi bermanglar deb qo'yib ketib tashkolan degan ketdi. Tavba qildim Xudoyim, tavba qildim. Tavba. Unda xatoliklarni o buni tortib chiqamiz desak, o Misrdagilarni uyda o'tirib turinglar, og'zim bo'ldi, ochmaychi. Bo'pti, qarindoshlar, unda bo'lsa, men o'chib ketay, mushunchiliklar demoqchidim. Bana bu uzundan beri ben hükümetninki çıkıp gaqsam onu bunu ta'minlayotganlarga deyman. Men bu o'zimning unda o'yinga kirmayman, unda jidalga kirmayman. Haqdaq ochiq oshkor chiqib menga bir narsa degani yo'q. Men faqat savolimni so'rab qo'ydim. Men chiqib munda desa, uddul aeroplan biletda uyning oldiga bormay chiqinglarmi yo'q debsam, paranglashimga boshqa ish yo'q. Men to'g'rida poq chachiratmayman. Bir qaytim poq chachatib, bekaga yo'q ishqa Mirzat Yo'lbostonki ota-onasini tillab, o meninkini tillab hech foyda chiqmadi. Ama axir nima dedi? Xalqlar uyda o'tirib, ikki ish hozir ishlashidiki dedi. Jidalni to'xtatdi. Qilmayman, xohlamayman. O'zimning yo'lda tinch davorimni qilmay, ota-onam maqsadim qildik. Uni to'g'ri ko'rsang, to'g'ri ko'rmasang, u o'zingning ishi, men bilan aloqasi yo'q. Kerak bo'lsa, mana turibdi o'zi Amerikaga beringlar yoki yo o'zinglarning ishini qilib ketaveringlar, haq bilan kirishib qolmay. Bo'lmasa meni tillanglar, meni qalchiq tillab, menga kunda chiqib tildisanglar, menga markazlashinglar. Sürgün hükümetmi o'zining ishini qilib mengayversin. 16 tashkilotmi o'zining ishini qilib mengayversin. Boshqa tillayotganlar o'zining ishini qilasin. Menga markazlashinglar, men badal to'lagan bo'lay, shu o'tiribli bermagan yurakni keslayibli qo'lga tutqizib qo'ymaganli ya qoldi, boshqa hammaning bo'lyotidi-ku. Meni tillanglar, kunda tillanglar. Men o tillaganga, yana bir nima qilganga uncha baq qo'qab ketirgan odam emas. Qo'qab ketgan bo'lsam chiqmaydim. Yana bir gap, meyada menga birsi eliqi kim avatib qo'yibdi, birsi avatib qo'yibdi. O'chan men Facebook'ni yipatgandim. Abdulla Husayn demdi, og'zi bo'zoq, g'uljuliqlar undamında deydi. U bu debsa qara. Men qara. Sening kasabtingdan boshqalar tilaydigan bo'ldi. Biz ilininki sap havosidan nafas olgan sap qalblik bolalar.
Biz sana o'xshash giyomi unmaydigan, to'pi changchi ketgan, to'pini simirib cho'ng'igan, ichi mehnatchilik to'lib ketgan, ifloschilikqa keyindan pichoq uradigan iflos xalq emas. Bizning ila xalqininki odamlari mard mardan bo'lgancha qancha yurtning odamlari singib ketdi. Bizninki odamlar 21-asrgacha qulluqda oshaq ishlab boqmadi. San haqninki oshaq ishlab, dadangni oshaq ketkizib, onangni shovduyjanlar, doduyjan qatqashqa, teqib o'ynag'ashqa, g'urursiz, vijdonsiz, qora ko'tni oldiga chiqib ketqilasa. Mana obdan anglar tushundim. Qulluğingni dim tutib anglar. 21-asrgacha oshaq ishlab bergan bo'lgandan keyin, qo'pmagan bo'lgandan keyin, qizlaringni shuningga, lagerning ichida ishlim qilib bersinmi, ishlim qilolmaysan. Mencho qara. İşkepte çıkartmadım Xitay konsolunu işgal düşendinmi? Sotda tutgan bo'lsa meni rasvo qiladi. Sot bosqichig'ini aytmadim. Unda fursatni bermayman. İşkepte çıkartmadım. Adig'im chiqdi. Qo'rqitdimi ishqa? İşkepte konsolni ishdan qoldirib sen qilib baqa. Sen qilolmaysan, g'ururing yo'q. Yetlam, mishtal turisan mana qul. Ayna. İnşallah shunda, shu to'g'ri deydi. Ablat Nurojimning to'g'ri. Voy, mashunda basong taqsidi ipli ko'tarsa. Mushbadiga. O emir birlik, o minister emasmi, unikini anglayli. O degan minister emasmi, shaksiz itoat qiladi. Va itoat qilib nim bo'lishdan taqda bag'da, ya'ni shu itoatning gapi mana shuning ichida. O Abduvali deganiga nimba Misrda, hukumatning odamlari, Misrdagi odamlarning butun amin tutgatdi. O Misrda yurar ekan-ku. To'da ko'tarmaymiz. Qabul qilsang qilding bo'lmasa, deganing bo'yicha Xitoy yana oyoq nima desang demamsa, men faqat mush Yevropaga shikoyatimni tutaman. Boshqa ish yo'q. Achchiqdan odam hozir zardab bo'lib bizim ustiga topolmay turgan chaqda, o'zingni besib elish, xotin balangning rasmini chiqarib kunda tilab o'tirgan bo'lsam, to'y qilolmas, to'y oladigan baldim qo'qaydigan qilib etim qilmadim o ishni. Chunki seni men munofiq, xoin deb tonimayman. Kalvike, qarqusaqga ama işte bilmeyvatıdı, bildireydi, anlıqız kemmatı özemlik rastlaydiga davatma. Çanmı? Gapni. Senin başta işçinden meseleler çıkıp kalırken o senin tarihin bakan o neme de pakniki istivalsa dedim. Qabul qılamsa, qılmamsa özemning işi deş. Sen mende qıppaqa başta mende. Qarakotda izvatqaning Abdullah Hüseyin sen mendek bir qıppaqa başta. Mening bir azraq bir tilni qıppaqa. Geping olsa manga de. Bo'lmasa bütün aşıya tarafındaki adamlarning hammasi anglaydi shuni. Yo'qam bitti. Sen do'yin koy shu qaraydigan sap sen tarafning Xitoyga tegayotgan qanchadan bola ushaq ballan tug'ib berishdan Xitoyga 100 ming so'm beradi desa. Tug'ib etishdan bütün Xitoyga tegayotgan seninki birisini ko'ryapsansa, chiqib beraman do'yin koy showdan. Chiqib o'ljilikningki birasininki takkinni. Meynat og'iz buzuqlar o deb. Zvaningga siymi senda ko'yninki va. Sangdab qo'yay. Bo'pti qarindoshlar, endi bu yer kechilib, yana da'vasak, davrimiz shu munbarni shu o'zinglar buzdinglar. Shuning uchun uning ichidagi Shvetsiya Uyg'ur komiteti, Shvetsiya Fransiya Uyg'ur birligi boshqalar imzo atmadi. Chunki sen buzding uni tarixiy bir jinoyat ya xatolik o'tkazing, uningga tarix berdi, u yezilib qoldi lekin. Munbarning ichidagi men bilmayman, ammo chekirishib, vaqashib, tilishib, nimani qarakot, nima o'zingni qo'llaydiganlaring, nimalarni chiqarib ketishding, nima qilding? Xalq ko'ryapti. Men faqat Memtimin ala efendim, tug'uluq inimizga rahmat mushlar kuchiganligi uchun, deganligi uchun men chiqib o'zimniki kuchidim. Bu ish qo'qib ketdi, shuning uchun hisobini oldim. Buningdan keyin sizlarga qarab naq maydonga qiladigan ish yo'q. Sizlarni qo'llaydigan mening hukumatim Shvetsiya hukumati bo'lib olsin bo'ldi hozircha. Kimlik taqdirlar, kimlikinglarni o'zinglar yurginglar, ching'ir qadab uxlanglar. Ministr hocamlar, bey hocamlar. Cuma? Unda olsa, bo'pti qarindoshlar, meningki hozirroq o'zimning ishi va qiladiganimni qilay. Xudoyim hammanat yana gaplashamiz. Rahmat sizlarga.